Mana bugun qishloq xo'jaligi xodimlarini kasb bayrami desak ham bo'ladi. Sababi muhtaram yurtboshimiz 2017-yilni 25-avgust kuni o'zlarining tashabbusi bilan qishloq xo'jaligi xodimlari kunini belgilash to'g'risida farmon qabul qildi. Mana shu farmonda chiqqaniga mana bu yilda 8 yil to'layapti. Dasturxonimizda to'kinchiligi, dasturxonda fayz barakasini ziyoda bo'lishi albatta qishloq xo'jaligi xodimlarini zimmasida deb bilaman-da. Sababi qanchalik dasturxonda fayz barakasi ziyoda bo'lsa, dehqonchilik, mo'l-ko'lchilik bo'lsa, albatta yurtni ravnaqi, iqtisodiyoti baland bo'ladi. Yilda respublikamizda g'allasi 8 million 400 ming tonnaga yetdi. Demak, g'alla iqtisodiyotiga batamom erishildi-da. Bu degani xalqimizda to'qligi mana shu yerdan bilinadi. Men bugungi kunda mana shu yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan fermerlarni, qolaversa tumanimiz fermerlarini qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Kelayotgan yillari barakali yil bo'lsin, xurmonlari ko'p bo'lsin. Shu bilan birgalikda viloyatimiz hokimini va tumanimiz hokimi Ibrohim Qarshiboyevni olib borayotgan siyosatlari naqadar to'g'ri ekanligini guvohi bo'lib turibmiz. Hammani bugungi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Oilaviy xotirjamlik tilayman. Xirmonlari 150% bo'lishini tilab qolaman. Ben de Sultanov Farhod, Davlatbek Do'stlik fermer xo'jaligining raisi. Shu kunlarda mana bizni fermer xo'jaligimiz bozorchilik, chorva, g'alla moslashtirilgan. Bu istimasin harakatimiz tinch bo'lsa, mana bizga kunda bayram. Kunda bayram, yurtimiz tinch bo'lsa. Shuning uchun mana shu tinchlik uchun ham biz fermer xo'jaliklari harakat qilishimiz kerakki, yetishtirishimiz kerak, yetishtirgan mahsulotimizni bozorga olib chiqib sotishimiz kerak. Bozor sirobgarchilik bo'ldim, bozor arzon bo'ladi, el yurtimiz tinch bo'ladi degan umidda mehnat qilishimiz kerak. E'tiborlaring uchun rahmat. To'qboy Yog'dus fermer xo'jaligi rahbariman. Ismim Davron Hamza. Hozir kunda 10 gektar yerimizda misol uchun tomchilab sug'orish qilganmiz. Fermerligim meva sabzavotchilikka qaratilgan. Prezidentimizning qishloq xo'jaligiga natijasida hozirgi kunda mana shu tomchilab sug'orishda keng foydalanyapmiz. Tomchilab sug'orishda hozirgi kunda oldingi oqizib sug'orishga qaraganda sarf xarajat kamroq, daromad kengroq. Buni hammasi prezidentimizning qishloq xo'jaligiga bergan e'tiborlar natijasi. Namgarchilik keyingi yillarda juda ham kamayib ketdi. Olinayotgan hosildorlik ham dalmikor yillarda kamaydi. Buning uchun biz asosan prezident aytmoqchi, shu lalmichilikda ham asosan bu shu ilmni qo'llash kerak. Ilmni qo'llab yangi agrotexnikalar ishlab chiqib, yangi navlarni ishlab ekishimiz kerak. Shunda biz albatta ko'zlangan hosilni olishimiz mumkin. Yangi tuman dehqonlari albatta prezident chiqargan qarorlarni, farmonlarni doimo labbayda eshitganlar va doimo bajarib kelishga harakat qiladilar. 26-yildan fermerlarimiz albatta o'zlariga oldiga qo'ygan plan va rejalarni ochiq bilan bajaradilar.